ey odamzot o'g'li, meni unutvoruvding-a? Go'rga kirishingni ichingdan chiqarvoruvding. Bilmaganmiding bu yakka yolg'iz yotadigan uy ekanligini? Esingdan chiqazganmiding bu g'arib uyligini? Esingdan chiqazuvmiding bu vahshatlik uyligini? Esingdan chiqazganmiding bu qurt qimirsqaga to'la uyligini? Esingdan chiqazganmiding bu tor uyligini? Magaram Alloh keng qilsa keng bo'lishligini. So'ng aytdilar payg'ambarimiz, qabr bir kimga jannat bog'laridan bir bog'chadir, bir kimga do'zaxning o'tli chuqurlaridan bir o'tlik azoblik chuqurdir dedi.